Voy bolamga katta nagruzka bermang, u ko'tara olmasligi mumkin. Voy bolamga iloji bo'lsa yengilroq paralarni bering, shular bilan ishlasin. Voy bolam bundoq qiling, voy bunoq qiling, voy qiynalyapti ekan, voy oyog'i og'rib keldi, bormayman deb xarxasha qilyapti deydigan ota-onalar uchun bu video. O'rtoqlar, birinchi o'rinda sportga berdingizmi? Sport bu qiyinchilik degani, sport bu harakat degani, sport bu intizom degani. Albatta, agarda siz qo'rqadigan bo'lsangiz, farzandingiz hech qachon qo'rqmas bo'lib qolmaydi. Ana shuni to'g'ri tushuning. Murabbiy degan inson albatta biladi bolaga qanday nagruzka berishi, bola bilan qanday ishlashi. Bo'lmasa murabbiylik qilmagan bo'ladi. Agarda siz bitta insonga ishonib olib keldingizmi, unga vaqt bering. U qayergacha olib boradi? U sizga aytgan narsalarni qila olyaptimi? Uning uchun albatta vaqt kerak. Chunki bolangiz ham kelgandan keyin ko'p narsalarni o'rganish kerak. Straxovka degan narsalar bor, musobaqaning jarayoni, bosimli, psixik holati.